qo'lida hunari bor, kasbi bor, tirikchiligini o'zini mehnati bilan o'tkazayotgan birodarlarimizni mana ilm majlislarini birinchi qatorlarga kelib o'tirganini ko'rganda albatta ko'zimiz quvonadi. Chunki bunday odamlarning qo'li baland bo'ladi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l past degan hikmatda. Shuning uchun qo'lida hunari borlar muborak bo'lsin. Qo'lida tijorati borlar, kasbi borlar, o'zini biznesi borlar muborak bo'lsin. Chunki bu odamlar jamiyatga, xalqqa xizmat qiladi. Ammo bir avlod yetishyapti, tekinxo'r bo'lyapti shular. Bir chamadon dollar bo'lsami deydi. Sirazi shundan boshlaydi. Vali pastdan olib chiqish yo'q. Siraz bir chamadon dollar bo'lsa deydi. Biz nima deymiz? Bir haftaga qolmay o'lasan sen. Chunki sen bir chamadon dollarni ishlatishlikka aqling ko'targani belingni quvvati yetmaydi. Pastdan chiqinglar. Pastdan chiqqaningiz o'zingizniki. Ishga, mehnatga toqati yo'q, yalqov, tekinxo'r bo'lib o'sgan. Keyin katta bo'lgandan keyin bola chaqani boqishga ham qiylanib qolgan odamlarni ko'rganingda, bu ular uchun or, nomus, uyat bo'ladi. Ularni shunga qilgan kim? Kim? Ota-onasi. Chunki otasini puli bo'lgan,